Jujutsu Kaisen hozirgi kundagi eng mashhur animelardan biri va zamonaviy yapon estetikasining yorqin namunasi. Tokio yaponiyaliklarning odatdagi hayot tarzi va albatta g'ayritabiiy voqelik kompleksi. Qarochi, hammasi odatdagidek anime. Lekin agar sizlarga bularning hammasi yapon emas, o'zimizni o'zbek madaniyatiga tegishli desamchi, birinchidan JJKdagi sehr manbaiga yuzlansak, la'natgan energiya, negativ emotsiyalar, ya'ni g'azab, hasad, qayg'u va qo'rquv, ularning hisobidan la'natlangan ruhlanadigan mavjudotlar chiqadi va afsungarlar, ya'ni ularni ko'ra oladigan maxsus insonlar o'z la'natlangan energiyasini boshqarib, bu ruhlar bilan kurashadi. Hech kim eslatmoqdimi? Albatta bu o'zimizning kinnakash buvijon va xolajonlarimiz. Hanima, ishonmaysizlarmi? Mana sizlarga isbot sifatida misollar. Ular ham ko'rinmas ruhlar bilan olishadi. Ular ham o'z qobiliyatlarini ishlash uchun tushunarsiz so'zlardan foydalanadi va ular ham jismoniy kuchini oshira oladi. O'zimni buvim shunaqa bo'lganlar, jismoniy kuch ishlatishiga tirik isbotman. Shuning uchun Jujutsu Kaisenning o'zbekcha nomi jodugarlar jangi emas, balki kinnakashlar yaqaloshi bo'lishi kerak. Va albatta eng kuchli isbot. Aya o'zbek!